Assalomu alaykum. Mehrikilol obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigizsili mahallasi Marib Hoji otamizni xonadonlariga 2 dona o'choq, 1 dona tandirimizni qildik. Mana azizlar, tandirimizni ustiga zontilargacha o'rnatib qo'ydik. Ko'rkamgina tandir bo'ldi. Mana 2 dona o'choqlarimiz. O'choqlarimizni yoqib berganmiz. Mana suvlari qaynab, Xudo xolisa chiroyli bo'lib suvlar qaynayapti. O'rtasidan kiradigan xonalari bo'ldi. Ish tomondan bir ko'rsatib o'tamiz. Bitta katta qozon, bitta kichkina qozon qildik. Azizlar, mana o'choqlarimizni bittasini yoqib berganmiz. Mana azizlar, o'choqlarimiz yonyapti. Inshaalloh. Katta qozonimiz yoqmadi. Bugun mahallada osh bor ekan. Katta qozonimizni olib ketib qolishdi. Ishlarni ko'rsatib qo'yamiz. Azizlar, demagotlari, ichki sxemalari. Mana azizlar, kimga shunaqa chiroyli ishlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mehrikilolga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.